Salom. Va alaykum assalom. Dilnura sizmisiz? Ha, men. Marhamat, o'tiring. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamay yuribsizmi? O'qishlar yaxshimi? Yaxshi hammasi. Ha. Oyim siz bilan ko'rishishimni aytgandilar. Bilaman. Meni ham oyim majburlab jo'natdilar. Dilnuraxon, xabaringiz bo'lsa kerak. Men tadbirkor odamman. Siz bilan har kuni romantika qilib yurishga vaqtim yo'q. Har bir daqiqam pul turadi. Shuning uchun gap cho'zib o'tirmasdan dangal gapiraman. Tushunarli. Qimmatli vaqtingiz yo'q bo'lsa, unda nimaga uchrashuvga keldingiz? Uylanishim kerak. Sizni ko'rmasdan uylanib ketavermayman-ku. Siz menga yoqdingiz. Juda ham chiroyli qiz ekansiz. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, to'yni ham tezlashtirardik. Bir marta ko'rishdayoq qaror qabul qilish to'g'ri bo'larmikan? Xolam sizni juda ham maqtabdilar. Oyimga ham ma'qul kelibsiz. Menga ham yoqdingiz. Bilasizmi, men hayotimni tavakkalga qurmoqchi emasman. Oyim majburlagani uchun keldim. Xolam qo'shni ekanlar-ku siz bilan. Kerakli ma'lumotlarni xolamdan olasiz. Men haqimdagi. Lekin men shoshayotganim yo'q. Hali bu yerda o'qishlarim ham bor. Keyin esa sizni qimmatli vaqtingizni olib qo'ymaganim yaxshi. Mayli. Sog' bo'lasiz. Dilnoraxon, shoshmang. Hozir nimani noto'g'ri gapirdim? Xolam menga o'zingni tadbirkor qilib ko'rsat degandilar-ku.